Assalomu alaykum aka kuzatuvchilari. Bugun Katyolimizni yonishlari qanaqaligini, effektlarini ko'rsatib o'tirib bermoqchimiz. Hozircha yonmasam, ungacha narxlari bilan tanishtirib turamiz. Bizda ekonom katyollarimiz 100 kvadratdan 150 kvadratgacha bo'lganlari 6 million 700 ming so'm bo'lyapti. 250 kvadratliklarimiz bor. Ular 7 million 700 ming so'm, 350 kvadratliklarimiz 8 million 700 ming so'm bo'lyapti. Bu aqlli katyollarimiz bitta zapravkasi bilan o'sha 9 soatdan 10 soatgacha garantiya beryapmiz. Bitta zapravkasiga 30 kilo ko'mir sig'adi. Keyin verniy горение deyiladi, tevadan pastlanuvchi. Ko'mirni to'ldirib zapravka qilasizlar-da, tepasidan o't yoqasizlar. Yonib qoldi shekilli. Yana jidcha bor ekan. Ventilatorimiz ishlamayapti. Ventilatorimiz hozir 1 minut. Bizda birinchi qo'l ishlab chiqarish seximiz Lazeristonda gipda bo'ladi. Bitta ko'rsatib berish ishlarini. Zako'kalari Lazeristonda kesiladi. Gip apparatda bukiladi. Shoklari kamroq bo'ladi. Shuning uchun sifati yuqoriroq bo'ladi, umri uzoqroq bo'ladi. Katyolimizda effekt xudo xolasa juda yuqori. Mana katyolimizni yonishi. Shunaqa holatda yonadi katyolimiz. Tevadan pastga yonuvchi katyol. Keyin yana klientlarimizdan savollar tushadi. Tiqilib qolmaydimi havo haydaydigan joylari deyshadi. Yo'q, unaqa holatlar kuzatilmaydi. Unaqalariga yechimlari qilingan. Bu katyol sohasida 6 yillik stajimiz bor. Bu narsalarga yechimli qilinib, xudo xolasa eng oxirgi o'sha takomillashgan holatiga kelgan. Hozirgi kunda Nalishida katyollarimiz bor. Kutib turasizlar, 3 kun ochilib, 5 kun ochilib deyilmaydi. Kelasizlar, xudo xolasa shu kunlardan 20-noyabr 2025-yilga olinyapti bu videoyimiz. Kelasizlar, tanlaysizlar, yoqqanini, kelishganlaringni olib ketaverasizlar. Farg'ona ichi dastavkalarimiz uygacha bepul. Qolgan viloyatlarga, shahar markazlarigacha. Yana savollar tushadi, utuplit qilingani yaxshiroq deb. Endi to'g'ri, utuplit qilingani yaxshiroq bo'ladi, lekin utuplit qilinsa, deyli utuplit qilinmagani 13 soat yonagan bo'lsa, utuplit qilingani 17 soat, 18 soat yonadi degani emas. Utuplit qilingan bo'lsa 1 soat, 1,5 soat plus bo'ladi. U to'g'ri. Keyin yana bitta savollarga javob berib beraylik. Bizda ko'p shunaqa savol bo'ladi. 35 kiloga yonadi katyollar, shunaqa katyollaring bormi deyshadi. 35 kiloga o'rtacha havoga yonadi hamma katyol. Hozir shu kunlarga bizning katyolimizda o'sha 30 kilo zapravkasi, ho'kini bitta klientimiz aytdilar, yolg'on bo'lmasa 30 soat, 32 soat yonayotgan ekan hozirgi kunga. O qishda sovuq kunlarida u hammani katyollarining rasxoti o'sha 45 kilo, 50 kiloga chiqadi. Bizni ham 100 kvadratlik, o'sha 150 kvadratlik katyolimizni sutkalik rasxoti 50 kilo, 55 kilo plus minus bo'ladi. 250 kvadratliklarimizniki 60 kilo, 65 kilo plus minus bo'ladi bir sutkasiga. O'sha qirg'izda belolma degan ko'mir bor, shuni tavsiya qilamiz. Kilosi shu 1,5 ming, 1,600 so'm atrofida bo'ladi. Xo'p, yana nima? Qolgan yana kamchiliklari bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, qolgan ma'lumotlarni to'liq telefonda tushuntirib beramiz. Manzilimiz eski Kirgili temir bozorida bo'ladi. Ro'parada Qizil Savam mo'ykamiz bor, shundan kirib kelganlaringizda bo'ladi.